Ko'pchilik so'ragani uchun mana bugun papugaylar to'g'risida videoga olamiz. Uyda hayvon boqish uchun bu eng yaxshi variant. Bu menimcha papugay bo'lsa kerak. Chunki dom sharoitida ham papugaylarni boqsa bo'ladi. Agar bularni qo'lga o'rgatadigan bo'lsa, undan ham yaxshi bo'ladi. Papugay mana biz olganimiz 3 oy bo'ldi. 2-3 oy bo'ldi. 18 mingdan olganmiz bittasini. Bitta pariq olganmiz. Kletkalari bilan birga olganmiz. Mana bu pariq yaxshi chiqib bir-biriga mana ko'payish uchun korobka qo'yib qo'yganmiz. Korobka qo'yilgan. Hop, endi tanlayotganda papugayga qanaqasini tanlash kerak? Birinchi navbatda papugayni ko'proq harakat qiladiganini tanlashga harakat qilish kerak. Yirirog'ini harakat qilish kerak tanlashga. O'g'il bola qiz bolaligini qatdan ajratsa bo'ladi. O'g'il bolasini tumshug'i rangi ko'k rang bo'ladi. Qiz bolasiniki ro'zi, pushti rang, ochroq rang bo'ladi. Nima bilan ovqatlanadi, nima bilan ozuqalanadi? O'zini mana ko'rib turganinglardagi o'zini semichkalari bor, o'zini ozuqasi bor. Shundan berib turish mumkin. Undan tashqari meva, har xil meva, olma, sabzi, karom, iloji bo'lsa mandarin bersa ham bo'ladi. Suv qo'yadigan idishi mana. Uni har kuni alishtirib turish kerak. Suvini har kuni esdan chiqish kerak emas. Ovqatini ham har kuni yengillab turish kerak. Ustiga ovqat solish mumkin emas. Chunki kasal bo'lib qolishi mumkin. Xo'p, undan keyin qapasda обязательно mana ko'rib turganinglardek mel turish kerak. Bu mel vitamin hisoblanadi. Meldan ham juda ham ko'p ozuqlanib. Undan keyin mana ko'rib turganinglardek hozir qapasdagi kir bo'yotibdi. Endi buni sababi ko'payish vaqti, ko'payish davrida shunaqa ko'proq kir qiladi. Yaqinda tozalangan. Atak haftada bir marta yoki kamida bir marta, 2 marta tozalab turgan maqsadga muvofiq. Mana qo'noqlarni ko'ryapsizlar, qo'noq qo'nib turgan bitta plastmassadan kletkani o'ziniki, o'zi bilan keyin yana bittasi daraxtdan qilingan. Oddiy shu ko'chaning daraxtidan qilib, tozalab, tekisroqdan iloji boricha qo'yilgan. Xo'p, endi mana bu turgan idish bu hech nima emas, bu shart emas. Biz o'zimiz qo'yib qo'yganmiz. Ichida mana karom turibdi. Karom turibdi mana. Bu papugaylar to'g'risida. Papugayni qanaqa qilib saqlash kerak? Qattiq qatga qo'yish kerak, ilib qo'yish kerakmi, yerga qo'yish kerakmi? Papugayni farqi yo'q qatga qo'yish. Faqat odamlar ko'p bo'ladigan joyga qo'ygan yaxshiroq bo'ladi. Odamlar bilan ko'proq birga tursa, shunda bular zerikmaydi, qo'lga o'rganishi ham oson bo'ladi. Bir xil valensiya papugaylar даже gapiradi ham. Bularni ko'payishi. Qachon ko'payishini bilsa bo'ladi. Yangi tug'ilgan papugaylar 6-7 oyda, 5-6 oyda desa ham bo'ladi. Ko'payishga tayyor bo'ladi. Uni qatdan bilsa bo'ladi. Birinchi navbatda bir-biriga yaxshi para bo'lish kerak papugaylar. Ikkinchidan yaxshi sharoit qilib, mana bunaqa dublonka qo'yilgan. Dublonka qo'yib, buni ichiga bu qipiq deyiladi, kepek deyiladi. Yoki ruschasiga apilka deyiladi. Apilka qo'yiladi. Mana papugay qatdan bola ochmoqchiligini bilsa bo'ladi. Sabablaridan bittasi mana ko'rayotganinglardek apilkalarni yerga to'kkan. Odasi qiz bolasi. Eslatib o'taman, yangi boqayotganlar, bilmaganlar uchun papugay birinchi ochib chiqqan tuxumi 90%, balki undan ham ko'proqdir, ochib chiqmaydi. Birinchi qo'ygan tuxumi ochib chiqmaydi. Shuning uchun hayron bo'lib, xafa bo'lib
qolishi keragi yo'q. Birinchi tuxum qo'yganda shunaqa bo'ladi odatda. Ikkinchi qo'ygandan keyin tuxumni eplab, ochib, uni ko'payish davri bo'lgani uchun ikkita nar modda, ikkita pari mana mel cho'qishyapti. Melni juda ham yaxshi ko'radi bizning qushlarimiz. Hozircha mana shular. Bola ochib chiqqandan keyin iloji boricha yana ham tushuntirib berishga harakat qilaman. Keyin agar tuxum qo'yadigan paytda bular juda ham qo'rqoq bo'lib qoladi. Qafas qirqiladi, pat to'kishi mumkin. Bundan tashqari ularni umuman bezovta qilish kerak emas. Maslahat bermayman, ularni bezovta qilishi tuxum qo'yganda ayniqsa ko'p mo'ralagan, agar ko'p mo'ralatsa kimdir tuxumni sindirib tashlashi ham mumkin, cho'qib yeb qo'yishi ham mumkin. Shunaqa bu beozor qushlarni iloji bo'lsa har 3-4 kundami uchirib tursa ham yaxshi bo'ladi xonada. Birinchi qafas bilan qo'yib o'rgatish kerak ularni. Xonani o'rganib olgandan keyin sekin uchiradi. Bola tuxum qo'yganda 5 ta tuxum qo'yadi. 4 ta 5 tagacha tuxum qo'yadi kamida. Undan ham ko'p qo'yishi mumkin. 21 kun davomida tuxumni ochib chiqadi. 21 kun davomida tuxumni ochib chiqadi va 2 hafta, 3 hafta ichida bolalar ham katta bo'lib, o'z ovqatlanadigan darajaga yetadi. Papugay tanlaganda shu asosiysi bir-biriga yaxshi juft bo'lish kerak. Mana ko'rib turganingizdek, bizning papugaylarimiz bir-biriga juda ham mos, bir-birini yaxshi ko'radi. Shu sababli ham xudo xolasa mana ikkinchi tuxum qo'yadigan davrga ham kelyapmiz. Endi qolgan videoni nasib qilsa tuxum qo'ygandan keyin yoki tuxum qo'yib keyin bolalar ochib chiqqandan keyin qo'yib o'rgatamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Tabiatni sevinglar.